Bu videoda davleniyasi bor, boshi tez og'rib turadigan yoki davleniyasi tez o'ynab turadigan tanishlarimizni ekranga yaqinroq kelib o'tirib oling. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men sizga hozir tabiiy usulda qanaqa qilib dorilasiz, davleniyani tushirishi, bosh og'riqlari qanaqa yo'q bo'lishi haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda o'zi hozirgi holatingiz qanaqa? Sizni hozirgi holatingiz, o'zi davleniyingiz bormi yoki surunkali davleniya kasalligi bilan kurashib turasizmi yoki sizda endi 30-35 o'rta yoshdagi holatda endi paydo bo'lyaptimi? Diqqat bilan eshitsangiz, o'zini etaplari bor, hammasini men sizga tushuntirib beraman. Birinchi navbatda yoshi kattalardan boshlaymiz. Yoshi kattalarda bilamizki, davleniya oddiy holatda ham, asabiylashgan paytda ham, asabiylashmagan paytda ham tez o'ynab turadi. Eng zo'r bularga yechim birinchi navbatda agar sizda davleningiz 120 dan 140 ga baland bo'ladigan bo'lsa, bir xil normasi bor. Eshitamiz, meniki deydi 130 deydi yoki 120 deydi. Men 140 da ham normalni yura olaman deydi. O'z aslida siz normalni yura olasiz, lekin siz o'ylab ko'ringchi, hozirgi organizmingizdagi holat qanaqa holatda? Ichki qon tomirlar, nervni sistemalar qay holatda ishlayapti? Siz menga 140 davleniya to'g'ri keladi, men yuraveraman deb o'ylaysiz, lekin ichingizda problema ketayotgan bo'lsa-chi, bu narsani qanaqa aniqlay olamiz? Birinchi navbatda agar sizda 140 yoki 150 davleniyaga chiqadigan bo'lsa, siz asabiylashmasdan to'g'ri bir joyga o'tirib olib, yana eng qizig'i, hozir bir sizga narsani eslatib o'tib ketaman. Именно bunga uyda yoki bir asobiy kasalxonada yoki klinikada bo'lishingiz shart emas. Bu narsani uyingizda o'tirganingizda ham, ofisingizda ham, televizor ko'rib turganda ham, hattoki ko'chada gaplashib, bu o'rtoqlaringiz bilan o'tirib turgan paytingizda ham qilsangiz bo'ladi. Birinchisi, nima qilinishi kerak? Chuqur nafas olinadi 8 sekund, 10 sekund, keyin buni 7 sekund, 8 sekund chiqariladi. Bu qanaqa davom etadi? Chuqur nafas olasiz. Buni ozgina ushab turasiz, 5-6 sekundcha ushab turib, keyin chiqarishni boshlaysiz. Bu narsani 3 marta davom etsa bo'ladi. Keyingisi, agar siz uyda bo'ladigan bo'lsangiz, bu narsa ancha qulayroq. Iliqroq suvni 300 gramdan 500 gramgacha ichilinadi. Bu tabiiy usul. Yana bir marta takrorlab aytaman. Bu tabiiy, fakt ish beradigan usul. Iliq suvni olib 300 gramdan 400 gramgacha sekinlik bilan ichasiz, xo'plab. Bu narsani ichganingizdan keyin qisqa harakatlar ham bo'ladi, ya'ni qisqa yurish. Chunki davleniya oshgan paytida qon tomirlarining hammasi miyaga chiqqan bo'ladi. U narsani oyoq orqali harakat qilib tushirishni imkonini qilsak, juda katta maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi, agar siz shunda ham tushganligini sezmasangiz, bu 10-15 daqiqa davomidagi oraliq haqida gap ketyapti. Birdaniga suv ichishingiz bilan bir narsani to'g'ri tushunib olaylik. Birdaniga suv ichishingiz bilan sira sizda davleniya tushib qolmaydi. Mana shu narsalarga amal qilsangiz, xudo xolasa bu narsa tushadi. Keyingisi, bitta limonni olasiz, ikkiga bo'lasiz. Agar sizda limonga allergiya bo'lmasa, oshqozonda yazva bo'lmasa, bu narsani qilishingiz mumkin. To sizga limon yoqsa ham, yoqmasa ham, lekin juda katta effekt beradi. Hattoki 150 davleniyadan 110 davleniyaga limon tushirishga qodir. Hech qanaqa davleniya dorilarini ichib o'tirish shart emas. U tartib qanaqa bo'ladi? Iloji boricha suvni siqib ichganingiz yaxshiroq. Xozayственный do'konlarda bo'ladi. Oddiy limonni suvni siqib, shuni siqib, ichiga bonkasiga, ichiga suv tushadi. O'sha suviga tabingizga qarab turib suv qo'shib, bitta limonni ichib olsangiz bo'ladi. Hech qanaqa zarari yo'q, juda ham tez effekt beradi. Bunga ko'rsatadigan o'zi mashqlari bor, lekin hozir men siz bilan qilinishingiz kerak bo'ladigan faktorlarni aytib o'tib ketyapman. Limon suvini siqasiz, keyin qisqacha yurish tavsiya qilinadi. Bu narsani aytib o'tib ketish juda ham muhim. Bir narsani bilib oling. Massajni yaxshi ko'radigan odamlarimiz bor, ya'ni erkaklarda ham, ayollarda ham massajni yaxshi ko'rishadi. Bitta sizlarga katta tavsiya, massaj agar oladigan bo'lsangiz, siz birinchi navbatda davleningizni birinchi bo'lib o'lchab oling. Necha? Agar sizda davleniya yuqori bo'lsa, massaj olish o'zi aslida mumkin emas. Lekin sizda tabiiy qanaqadir holatlarda siz davleningiz agar oshadigan bo'lsa, birinchi navbatda buni o'lchab olib, keyin massajga yotishingizga maslahat beramiz. Ikkinchi tavsiya, bu juda ham muhim. Kuchliroq mutaxassisga massaj qildirishga harakat qiling. Ya'ni kuchliroq mutaxassisga massaj qildiring. Ko'r-ko'rona yoki tabiiy holatda davleningiz oshib turganda
o'g'illarimiz yoki jiyanlarimiz yo ukalarimiz yo qaysidir holatlarda yoshi katta buvilarimiz nevaraligisiga aytishadi, bo'ynimni bosib yuborib, davleniyam oshdi, boshim og'riyotdi. Aslida bu holat juda ham mumkin emas, ya'ni qat'iy holatda mumkin emas. Nimaga? Chunki bo'yin umurtqamiz tarafda butun arteriya, qon tomirlari o'tgan. Agar shuni qaysidir joyda kuchli siqish orqali shikast yetkazib qo'yadigan bo'lsa, bu juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Ya'ni boshingizni og'rishi tinmasdan yoki davleniyani umuman 2-3 kunlab tushmaslikka harakat qiladi. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Agar siz massaj oladigan bo'lsangiz, u mutaxassisga aytib qo'yingki, meni davleniyam bor, o'shanga qarab turib massaj qil deysiz. Agar u kuchliroq, yaxshi spetsialist bo'lsa, u siz bilan qanaqa ishlash tartibini biladi. Bu qanaqa ishlaydigan bo'ladi deysiz, men spetsialist sifatida sizga ayta olaman. Massajni tartibi qanaqa? Tepadan boshlab pastga qilinadi. Ya'ni pastdan tepaga qilinmaydi. Pastdan tepaga massaj qilinsa, bu qonni yanada tezroq bo'yin umurtqasiga, miyaga haydashga olib keladi, davleniyani keskin ravishda ko'tarib yuboradi. Hattoki oyog'ingiz og'riyotgan bo'lsa ham, oyog'ingizni massaj qildirayotgan bo'lsangiz ham, tepadan pastga qilinishi kerak. Shu narsani yodingizda tutib olinglar, bu juda ham muhim. Tepadan pastga, pastdan tepaga emas. Eng zo'r usullardan biri o'tirasiz, o'tirgan holatda o'zining mashqlari bor. O'sha mashqlarni qilishda davom etasiz. Men oddiy holatda ko'rsataman. Agar sizda yurak ham, davleniya ham bir vaqtda tez urib, davleniya oshib ketadigan bo'lsa, birinchi navbatda reaksiyalarimizni oshirib olishimiz kerak. Uning uchun nima qilinadi? Qo'limizni olib, qo'limizni mana bunaqa joyiga 3-4 daqiqa mana shunday urishimizdan o'zi yetarli darajada bo'ladi. Bu nima qiladi? Yurak, qon tomirlarini ovoz orqali, ya'ni bu yoqda nervlarimiz bor. Urishingiz bilan o'zi sezasiz. Yurakni urishini normallashtiradi. Tabiiyki yurak urish normallashgandan keyin, ya'ni taxikardiya, ya'ni tez urishdan 70 taga 60 taga tushadigan bo'lsa, tabiiy ravishda o'zi avtomatik davleniya tushishni boshlaydi. Bu narsani qancha qilaman deydigan bo'lsangiz, 3 daqiqa, 4 daqiqani o'zi yetarli bo'ladi. Keyingisi qo'lingiz bilan orqaga, mana ya'ni 4 ta barmoq deylik, men hozir orqaga ko'rsataman, qanaqa qilishini ko'rsatib beraman. 4 ta barmoqni olib, mana bu oksipital deydi, zatылочный nerv, ya'ni mana shu holatda bo'ynimizni, qo'limizni bo'ynimizni bu joyiga qo'yib turib, pastga bundoq tortilinadi. Bu narsani bundoq o'tirgan holatda kimnidir yordami holatida ham qilsangiz bo'ladi yoki o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi bu narsani. Men yana bir marta qaytarib o'tib ketaman. Bu narsani ko'chada ham, uyda ham, ofisda o'tirganda ham, hattoki televizor ko'rib turgan holatingizda ham qilsa bo'ladi. Hamma turdagi odamlar qila oladi. Buni qancha qilamiz deydigan bo'lsangiz, bunda ham xuddi shunaqa. 3-4 daqiqani o'zi yetarli bo'ladi. Keyin mana bu boshimizning orqa qismini bundoq bosganimizdan, pastga bosganimizdan o'zi ham juda katta yordam beradi. Chunki miyada qon aylanishi yaxshilangandan keyin, yurak urishi yaxshilangandan keyin bizda davleniya tushishi juda ham tezroq ya'ni tezroq bo'ladi. Yana bir marta qaytarib o'tib ketaman. Bu holatda o'tirgan joyingizdagi ham, ya'ni bu holatda o'tirgan joyingizda ham, ofisda o'tirgan holatda ham qilsangiz bo'ladi. Sizda qisqa qilib aytganda hech qanaqasiga bahona yo'q. Sirazi davleniya dorisiga yopishmang. Ayniqsa bu o'rta yoshdagi odamlarga, ya'ni 35, 40, 50 lar atrofidagi bo'lgan odamlarga. Yosh kattalarniki mayli u narsaga davleniyaga dori ichiladi. Lekin sizda shunaqa qilishga sharoit bo'lsa, juda katta yordam beradi. Keyingisi, men sizga juda ham oddiysini ko'rsatyapman. Bu holatda hamma odam qila oladi. Ikkita qo'lingiz bilan shundoq quloqni olasiz. Mana shunday holatda lyo'hki, ya'ni o'tirgan joyingizda lyo'hki juda ham yumshoqlik bilan o'ngga bundoq tortasiz. O'ngga chapga, mana shu ya'ni ikki yoq tarafga tortasiz quloqni. Keyin buni pastga bossa ham bo'ladi. Mana shu eng katta davleniyani tushirishiga ham katta sabab bo'ladi. Lekin buni asosiy foydasidan bittasi nimada? Bu o'sha miyadagi neyronlarni, ya'ni qon tomirlarni kengayishiga, neyronlarni ishlatishiga juda katta sabab bo'ladi. Hamda bizani reaksiyamizni oshiradi. Oddiy holat ko'rib turganingizdek. Mana shunday qilib ikkita yonga tortasiz, pastga tortasiz. Shu narsani qilish katta yordam beradi. Keyingisi oddiy qo'l bilan bu narsalarni ishlatish, ya'ni qo'lingizni mana shu o'ngga, chapga, mana oddiy harakat. Sizga nimaga men bu holatda aytayapman? Chunki juda ham oson. Yosh kattalar ham, yosh kichkina odamlar ham qila oladi.
Lekin o'zi hammasini qilib ko'rsatib berardim, lekin men sizga keraklisini, hamma turdagi, hamma yoshdagi, to'g'rirog'i hamma yoshdagi odamlar qila oladigan narsani ko'rsatyapman. Bu videoni davleniyasi bor, boshi og'rib yuradigan tanishingizga yuborib qo'ying. Yuborib qo'yganingizdan keyin bu narsani agar qilsa, u odamni davleniyasi tushadi, dori ichmasligiga siz sababchi bo'lib qolasiz. Agar siz shu aytilgan narsalarni qilgan bo'lsangiz, undan keyingi rezultat qanaqa bo'ldi? Kommentariyalarda yozib keting. Va sizni nima bezovta qiladi yoki yana qanaqa sohalarda, yana qanaqa, ya'ni sizni nima bezovta qiladi va yana qanaqa kasalliklarda sizda savollar bor. O'sha savollarni siz kommentariyalarda yozib keting. Biz bu narsaga video chiqarib, to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz sizlar uchun harakat qilamiz hamda kerakli bo'ladigan, eng ommabop bo'lgan videolarni olib chiqib, ukollasiz, dorilarsiz qanaqa bu narsalarga yechim topishiga yordam beramiz. Kommentariyalarda yozib qoldiring.